umidvor ko'zlar. Akasi bosh ekkan ko'yga kirib keldi. Uni ko'rgan Sobirning yuragi shuv etdi. Xushxabar yo'q. Shunday bo'lsa-da, ming bir umid ilinj bilan akasiga termildi. Nima bo'ldi? Sizga nima deyishdi? Dedi Nosirjon chuqur tin olib. Quvonadigan yeri yo'q. Ayta qoling tezroq. Umuman davolasa bo'larkan, ammo juda katta pul kerak ekan. Qancha? Nosirjon aytdi. Sobirjon beixtiyor to'shagiga yana yonboshlab qoldi. Ichida nimadir chirs etib uzilganday bo'ldi. Yuzini yostiqqa bosdi. Akasi sezdi. Sobirjon yig'layapti. Ojizlikdan, imkonsizlikdan o'ksib yig'layapti. Avvaliga indamadi. Zora yengil tortsa degan xayolga bordi. So'ng qo'y, ezilmagin, dedi. Uning yelkalarini ohista silab. Ming faryod urganing bilan baribir pul topilib qolmaydi-ku. Undan ko'ra o'zing nasri, tushkunlikka berilma, qani Xudoning o'zi mushkulimizni oson qilib qolar. Sobirjon indamadi. Akasi o'zi bilan keltirgan yeguliklarni stolcha ustida qoldirib, palatadan chiqib ketdi. Anchadan so'ng Sobirjon o'rnidan qo'zg'aldi. Karavotni g'ichirlatib, qad rostladi. Xomush bir tarzda yana xayolga cho'mdi. 10 yilcha ilgari dunyoda go'yo undan baxtiyorroq odam yo'q edi. Bir gapirib 10 kulardi. Axir nega ham quvonmasin? Shiringina oilasi, 2 nafar jajji farzandi, sevgan kasbi, nufuzli korxonasi bor. Tirikchilik tekis o'tib turibdi. Ishlashga ham, o'ynab kulishga ham vaqt bemalol. Afsuski, kutilmaganda falokat ro'y berdi. O'sha kuni Sobirjon Javlonbekov odatdagidek ishga xushxandon kayfiyatda otlandi. U Quvasoy shahar elektr ta'minoti korxonasida xizmat qilardi. Oddiy elektromontor, elektr xavfsizligi bo'yicha 2-guruhga mansub. Sobirjon Javlonbekov bu sohaga qiziqqanligi uchun ham kasb sir asrorlarini ishtiyoq bilan o'zlashtirib borardi. Shu bois hamkasblari, rahbariyat uni hurmat qilishardi. Sobirjon, tezroq hozirlan, avariya bo'yicha chiqamiz, deya kutib oldi uni o'sha kuni brigadir Rashid Tursunov. Uning ish staji ham, tajribasi ham katta. Sohani juda yaxshi tushunadi. Xavfsizlik texnikasi bo'yicha 5-guruhga mansub. Qayoqqa boramiz? So'radi Sobirjon qiziqsinib. Sufon havo uzatmasi o'chib qolibdi. Mana, brigadir qo'lidagi qog'ozga ishora qildi. Navbatchi dispetcher naryad ijozat yozib berdi. Tezroq bo'l, vaqt yo'qotmaylik. Sobirjon Javlonbekov maxsus kiyimlarni kiydi. Zarur jihozlarni to'rvasiga joyladi. Bu orada brigadaning boshqa a'zolari ham apil-tapil hozirlandilar. Ular orasida ishni tashkil etuvchi, xavfsizlik texnikasi bo'yicha 4-guruhga mansub Shokir Saidov, elektromontorlar Rasul Salimov va Xurshid Zaripov ham bor. Bu ikkisi xavfsizlik texnikasi bo'yicha 3-guruhga mansub, mehnatkash, halol yigitlar. Og'ir paytlar ularga suyansa bo'ladi. Vodiyning go'zal bog'-rog'lari bo'ylab ko'z xayolchang kezib yuribdi. Ishkomlarda g'arq pishgan uzumlar, daraxtlarda olma anorlar sarg'ish, qizg'ish tusda tovlanib ko'rgan ko'zni o'ynatadi. Havo iliq, kun botar tarafdan g'ir-g'ir shabada esardi. Tezkor chiqish brigadasiga biriktirilgan Damas'da guruh tezda manzilga yetib keldi. Ammo jo'nash oldidan brigadir Tursunov bir chekkaga chiqdi. Sizlar borib boshlayveringlar. Mening zarur bir ishim chiqib qoldi. Keyin yetib boraman. Mana, brigadirsiz ishga kirishdilar. Ular PC'ga yetib kelgach, 10 kilovatli sufon uzatmasini qayta ulab ko'rishdi. Ammo murod hosil bo'lmadi. Uzatma ulanmagach, sxemani ajratib, liniya tomonga ko'chma yerlatgichni o'rnatishdi. Qayta ulanmaslik uchun taqiqlovchi belgilarni ilishdi. Rashid Saidov navbatchi dispetcherga vaziyat haqida xabar berdi. Yaxshi, dedi navbatchi uni tinglab bo'lgach. Endi solnochniy atpaykadan ham ajratib qo'yinglar. Keyin Langar qishlog'ida ham avariya bor. O'sha joyni ham qarab ko'ringlar. Ular topshiriq bo'yicha yana yo'lga chiqishdi.
Lashkar qishlog'ida iste'molchi brigadani kutib olib, nosozlik yuz bergan joyga olib bordi. Hammasi tushunarli, dedi Sobirjon o'sha joydagi 10 kilovatli tarmoq ulangan 58-transformator atrofini sinchkov ko'zdan kechirib. Relani ajratgichga tushuvchi sim uzilibdi. To'g'ri, dedi Xurshidjon ham nosozlik alomatlarini payqab. Sobirjon vaqt yo'qotmaslik uchun apil-tapil tayanchiga ko'tarila boshladi. "Ey, uvenni oldingizmi?" so'radi Xurshidjon xavotir bilan. "Tok bor yo'qligini tekshirib ko'rish kerak." Sobirjon yana qaytib tushishga erindi. Nimasini tekshiramiz yana? Shleyf uzilgan-ku." Ammo ming afsuski, u adashgan edi. TP58 10 kilovatli bashorat uzatmasidan elektr bilan ta'minlanib turardi. Sobirjon nosozlikni tuzatish uchun intilgan chog'i nogoh kuchlanish zarbasidan titrab ketdi. Onajon!" deb qichqirdi u yerga chalpak bo'lib tusharkan. U boshqa hech narsani eslay olmaydi. Ko'zini ochganda shifoxonada yotganini payqadi. Uning yelkasida, qo'lida og'ir kuyish asoratlari bor edi. Sobirjon Javlonbekov o'sha kundan boshlab 2 oy davomida Farg'ona shahridagi ko'p tarmoqli klinikasida yotib davolandi. Hamkasblar, korxona jamoasi, soha rahbariyati hamdard, hamnafas tarzda uni moddiy va ma'naviy qo'llab turdilar. Sobirjon o'sha yerda 3 marta jarrohlik amaliyotiga duch bo'ldi. Shundan so'ng qo'l, oyoq va yelkadagi jarohatlar bitguniga qadar uyda davolanishni davom ettirdi. Keyinchalik Toshkentdagi Vohidov nomli yurak qon tomir kasalliklari shifoxonasiga qo'lidagi uzilgan paylarni ulatish uchun yotdi. Ammo kutilgan natijaga erishilmadi. Oxir-oqibat bemor, uning qarindosh urug'lari najot izlab, chor atrofga jonsirak yugura boshlashdi. Shunda kimdir Hindiston mamlakatida Medanta degan shifoxonada bunday jarohatni muvaffaqiyatli davolash mumkinligini aytib qoldi. Nachora, ular umid ko'zlarini olis diyor tomon tikdilar. Avval bu yerda berilgan shifokorlarning xulosalari va fotosuratlarini jo'natishdi. So'ng o'zlari o'sha yoqqa parvoz qilishdi. Mana, kuni kecha bu yerdagi shifokorlar ko'rikdan o'tkazishdi. 90% natija qilib beramiz deyishdi. Sobirjonning qarindosh urug'larning yuz ko'zida umid sharpalari kezindi. "Siz qoling, bemor hozircha palataga borsin", dedi ish boshqaruvchi tekshiruvdan keyin akasiga. "Gaplashib olamiz." Sobirjon xush bir kayfiyatda palatasiga qaytdi. Akasini betoqat kutib o'tirdi. Ammo ming afsuski, barcha umid ishonchlari sarobga aylandi. Uning qo'lini davolash uchun shifokorlar juda katta pul so'rashibdi. Afsuski, unday mablag' na Sobirjonning xonadonida, na qarindosh urug'larda topiladi. Eshik ochilganda yana Sobirjonning xayoli bo'lindi. Nosirjon ekan. Samolyot 3 soatdan keyin uchadi. Tayyorlanishimiz kerak. Narsalaringni yig'ishtir, dedi u xomush bir tarzda. Xo'p. Nosirjon ukasining ko'zlariga qaradi. Sobirjon ham xuddi muhim gap aytmoqchidek akasiga tikildi. Uning ko'zlarida nimadir qorong'ulik qa'ridan xira shu'laday miltillab turardi. Bu umid edi. Muallif izohi. Hali 30 ga to'lib to'lmagan navqiron yigitni nogiron holda ko'rish barchamizning yuragimizni ezadi. Lekin bunga kim aybdor? Elektr xavfsizligi qoidalari haqida har kuni, har soat gapiramiz. Ularga rioya etishni ishchi xodimlarimizdan nafaqat talab etamiz, balki kezi kelganda iltimos qilib so'raymiz. Biroq shuncha urinishlarimizga, sa'y-harakatlarimizga qaramay, tez-tez baxtsiz hodisalar uchrab turibdi. Mana, Sobirjon Javlonbekov bilan bog'liq ayanchli voqea fikrimizga yaqqol dalil. Yuqoridagi tafsilotlardan ko'rinib turibdiki, mehnat tartib intizomi, xavfsizlik qoidalari avval boshidan buzilgan. Jumladan, barcha mas'uliyat bo'ynida bo'lgan brigadir Tursunovning guruhni jo'natib, o'zi idorada qolishni qanday tushunish mumkin? Holbuki, u topshiriq ado etilgunga qadar ular yonida bo'lishi, vaziyatni hushyor kuzatib turishi zarur edi-ku. Elektromontor Sobirjon Javlonbekovning xatti-harakati ham hammamizni afsuslantiradi.
Nahotki tarmoqda kuchlanish bor yo'qligini bir karra tekshirib olish shunchalar mashaqqatli bo'lsa, oniy bir lahzada hovliqish, erinchoqlik mana naqadar ayanchli baxtsiz hodisaga olib kelganiga guvoh bo'lib turibmiz. Oqibatda xodim og'ir kuyish jarohati tufayli nogironga aylandi. Albatta, xalqimiz halovat, tantilik borasida hamisha boshqalarga o'rnak bo'lib kelgan. Men Sobirjon Javlonbekovga homiylik yordamini ko'rsatishga qodir oliy himmat insonlar topilishiga ishonaman.